Hech bir kimsaning qilgan solih amali uni jannatga kirita olmaydi. Ibrohim alayhisalom ham bular qatorida va Muhammad alayhisalom o'zi ham bular qatorida. Hech kimning qilgan amallari, savobli amallari uni jannatga kirgizib yubora olmaydi. Vala anta yo Rasululloh, sizni ham amalingiz jannatga kirita olmaydimi yo Rasululloh? La, vala ana dedilar. Ha, meni ham amalim jannatga kirita olmaydi. Faqat Allohning fazli va rahmati meni qoplasa. Robbim meni o'zining fazli marhamati bilan o'rab olsagina jannatga kiraman. Kim Muhammad alayhisalomdek bo'la oladi? Hech kim. Kim Muhammad alayhisalomchalik sabr qila oladi? Hech kim. Kim Muhammad alayhisalomchalik saxovatli bo'ladi? Hech kim. Lekin mana shu zot sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, Alloh rahmati bilan o'rab olsa, keyin jannatga kiraman deyaptilar. Agar biz Muhammad alayhisalomchalik amal qilganimizda ham amalim bor deyishga haqqimiz yo'q.